Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun nimaga ba'zi o'rtoqlarimiz murojaat qilyapti, nimagadir barakam bo'lmayapti, nimagadir pul kanallarim yopilgan deb ham murojaat qilishyapti. Shuni ko'rib beringlar deyishyapti. Endi WhatsAppimga yozishgan bir ikkita o'rtoqlarimiz. Pul kanalinglar nima uchun yopilibdi? Masalan, barakam qochdi, pul kanallarim yopildi. Nimagadir yaxshi ishlab turgan joyimda nimagadir barakam yo'qoldi deyotgan bo'lsanglar, o'shaning uchun ko'rib beraman o'rtoqlar. Nimaga sizlarni pul kanalingiz yopildi, nima uchun barakangiz qochdi, nimaga barakangiz qochyapti, nimaga qo'lingizdan baraka ketdi deb ko'ramiz. Like bergan o'rtoqlarimizga niyat qilib ochiladi. Like berishni, obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Yaxshi tarafini o'zinglarga olinglar, yomon tarafi suvga oqib ketsin o'rtoqlar. Suv bilan ketsin. Barakangizni qochgan sababi bu yerda magicheskiy chorniy magiyalarini boshlagan o'rtoqlar. Dushmaninglar. Juda ham hammasi yaxshi bo'lib turgan joyda qanaqadir o'zingiz yutuqlaringizni aytyapsiz. Juda ham endi yutgan narsalarimni, qozongan udullaringlarni yoki o'zi oqib turgan paytida, barakangiz kelib turgan paytida, barakangiz oqayotgan paytida qanaqadir dushmanlaringiz sizni yutuqlaringizni ko'rib yana dushmanligini qilganligini ko'rsatyapti. Qora qozonida sizni qozonchlaringizni, mukofotlaringizni, siz yanada tepaga ko'tarilganlaringizni ko'rishib, dushmanlaringlar ko'rib, qora qozonida sizlarga bir dushmanliklar qilganligi, chorniy magiyalar qilganligini ko'rsatyapti. Agar barakam qochdi, pul kanalim yopildi desanglar, 5 ta qanaqadir dushmaninglar. Endi balki o'zingiz yaxshi taniydigan dushmaningiz bo'lishi mumkin, balki ishxonangizda ham bo'lishi mumkin, ishxonanglardagi dushmaninglar bo'lishi mumkin. Sizlarni yaxshi taniydigan dushmaninglar ko'rolmasdan zavidit qilib sizlarga qora qozonida magicheskiy narsalarini, pul kanalinglarni yopganligini ko'rsatyapti. O'sha topayotgan pul kanalingiz, sizga pul kelib turadigan joylarni yopganligini ko'rsatdi. Barakasi ketsin, ko'rasizlarmi? Qo'lidan barakasi ketsin, sovuq kunlarda qolsin, barakasi qochsin, pulga qiynalsin deb yopgan ekan. Mana qiynalayotgan, pulga qiynalayotgan judayam o'rtoqlarimiz ko'p pulga qiynalishyapti. Bu yerda magicheskiy narsalarini to'xtatmayapti. Ham qora qozonda qaynatyapti, ham
Aa, eng kamida eng kamida 10 kishi qanaqadir 10 kishi yana 5 kishi ham emas 10 kishi bo'lganligini aytyapti. Bular deyapti почти dedi 10ta bo'ldi deyapti. 10ta bo'pti o'rtoqlar, dushmaninglar 10 kishi bo'pti. Dushmanlik qilgan. Ishinglarni yopgan, balki ishxonangizdagilar bo'lishi mumkin. Pul topayotganinglarni ko'rib zavidit qilgan. Aslida sizlarga o'zi pullar yog'ilayotgan bo'lgan. Ba'zi o'rtoqlarimizga pul yog'ilayotganligi, barakasi judayam ko'pligini ko'rib yana boshlagan. Ko'rasizlarmi? Почти endi yaxshi pul kim farqi yo'q bu yerda. Necha kishini hozir pul kanali yopildi. Balki 5-6 kishini ham pul kanali yopilgan bo'lishi mumkin. Balki 2 kishini pul kanali yopilgan bo'lishi mumkin. Balki bir yana 10 kishini dushmanlari ham bo'lishi mumkin. Agar barakam kimni barakasi qochgan bo'lsa, yaxshi pul topayotgan joyda barakasi qochgan bo'lsa, o'rtoqlar, buni dushmaninglar qilganligini aytyapti. Dushmaninglar qora qozonida qaynatib sizlarga qilichini ko'targanligini, sizlardan informatsiya olib turganligini, sizlardan informatsiyani ko'rib, pul topayotganinglarni ko'rib dushmanlik qilgan, sizlarga qilichini ko'targan deyapti. Ko'rasizlarmi? Magicheskiy. O'zinglarni do'stinglar bo'lishi mumkin, o'rtog'inglar bo'lishi mumkin, ishxonada birga ishlayotgan insoninglar bo'lishi mumkin, birga ish qilayotgan o'rtog'inglar bo'lishi mumkin. Aslida sizni qo'lingizda baraka bo'lgan, lekin barakanglarni olgan deyapti. Barakanglarni olgan, qanaqadir odamga informatsiya borib turgan yoki telefondan kimnidir telefonidan kuzatilyapti. Telefonda ham kuzatayotgan ekan. Kimlarnidir kuzatyapti deyapti. Ayol kishilar ko'proq dushmanlik qilganligini bu yerda ko'rsatyapti. Ayol kishi dushmanlik qilyapti, barakasi qochsin, sovuq kunlarda qolsin, pulga qiynalib qolsin deb haligacha davom etyapti bu narsani. Ko'rasizlarmi? Buni tozalatish kerak o'rtoqlar, tozalatish kerak. Yaxshi ko'rgan insoninglarga ham, sevgan insoningizga ham ayrilsin deb ham qilgan. Sevgan insonidan ayrilsin, sevgan insonidan sovsin deb ham qilishgan. Ko'rasizlarmi? Agar yaxshi ko'rgan insonim mendan sovib ketdi desanglar, ko'rasizlarmi? Sovuq kunlarda qolsin deb ham, bir-biridan sovsin, uzoqlashsin deb ham magicheskiy narsalarni haligacha davom etishyapti dushmaninglar. Menga ham aslida shunaqa magicheskiy narsalarni qilishyapti-yu. Bu narsani juda ham yaxshi bilaman. Men lekin har doim tozalatib tashlayman. Har kuni tozalayman o'zimnikini. Masalan, menga ham qilishadi. Magicheskiy, sehr, jodular. Chunki negativlar qiladi. O'sha negativlar yomon gaplarni yozib, no ularni nimalarini men juda obratman o'ziga qaytarib yuborishim mumkin. Qilgan butun magiyasini o'ziga qaytaraman. Agar sizlarni ham bir pul kanalingiz yopilgan bo'lsa, barakangiz yopilgan bo'lsa, aqlimdagi insondan sovib ketdim deyotgan bo'lsanglar, buni tozalab yo'linglarni ochtirishinglarni tavsiya qilaman. Boshqa turli ochtira olmaysizlar. Mana. Yaxshi ko'rgan insonidan ham sovib ketgan ko'pchilik. Yaxshi ko'rgan insoningiz sizdan ham soviganligini ko'rsatdi. Magicheskiy narsalar, yana magiya, yana o'sha qozonida qaynatish, dushmanlik qilish,
почти dushmaninglar 5 kishi bo'lgan bo'lsa, yana 5 kishi ko'payishdi deyapti. O'ziga qaytarsa bo'ladimi? O'sha chorniy magisini o'ziga qaytarsa bo'ladimi desanglar, tуда обратно o'ziga qaytarsa bo'ladi o'rtoqlar. Magiyasini qilayotgan magiyasini yopsa bo'ladimi desanglar, magiyasini ham o'sha sizga qilayotgan magiyasini ham yopib beraman. Sizga dushmanlik qilyapti, u magiyalarni komplet yopamiz. O'ziga qaytarib yopib beraman o'rtoqlar. Qaytarsa bo'ladi o'ziga tуда обратно qaytganini siz tozalatganingizdan keyin eshitasiz, qulog'inglar bilan eshitasizlar, o'ziga qaytganligi, o'ziga urganligini ham eshitasizlar o'rtoqlar. Buni vaqtida tozalash kerak. Vaqtida tozalatmasanglar qiynalib qolasizlar keyin. Adolat sog'lanadi, ko'rdinglarmi? Adolat sog'lanadi. Bir qanaqadir qora niyatli inson qilyapti, ko'rasizlarmi? Qora mushuk chiqdi. Qora mushuk chiqqan payti yaxshilik alomatini bildirmaydi. Qora mushuklar endi juda ham siz hech kim qop-qora bo'lsa, niyati buzuq inson sizga dushmanlik qilyapti deyapti. Niyati buzuq. Niyati buzuq. Dushmaningizni ko'rsatyapti, belgisini beryapti. Endi bu yerda rasmda belgisini berganligini ko'rsatdi bu yerda. Qora mushuklar o'zi aslida yaxshi bo'ladi-yu, sizlarni himoya qiladi-yu, lekin belgisini berdi. Hozir shu yerda rasmini ham mana chiqarib berdi. Sizni ko'ra olmasligini ham shu yerda nima qilyapti-da, ko'rasizlarmi? Mushuklarni kerak bo'lsa, tavba qildim, bitta narsa esimga tushdi. Mushuklar ham bir-birini ko'risha olmayapti deyapti, qanaqadir. Zavidit qilyapti. Mushuk mushukka zavidit qilyapti. Mushuk mushukni ko'ra olmayapti deyapti. Tavba qildim. O'zi mushukni dushmani mushuk bo'ladi-yu. Masalanda misol qilsak, mushukni dushmani mushuklarni ham dushmani bo'ladi aslida-da. Faqatgina insonlar emas, mushuklarni ham dushmani bor degan ma'nosi. Lekin adolat sizlar tarafda o'rtoqlar, adolat sog'lanadi. Adolat siz tarafga chiqdi, ko'rdingizmi? Pul topayotgan insonga chiqdi. Adolat siz tarafda deyapti. Hali barakanglar yana ham ortadi. Dushmaninglarchi jazosini oladimi dushmaninglar? Dushmaningizga masalan ritual qilgan paytimiz, o'ziga tуда обратно yuborgan paytimiz boradimi? O'ziga boradimi? O'ziga uradimi u qilgan dushmanliklari? Hozircha bular bayram qilishadi o'rtoqlar. Bular bayram qilayotgan bo'lishi mumkin o'zlaricha. 4 kishi bo'lib olib juda ham bayram qilgan, xursand bo'lgan, o'yin kulgu qilgan, bizani qilgan amallarimiz, boyagi chorniy magiyalarimiz deyapti, yo'llarini yopganlarimiz ish berdi deb o'ylayapti. Masalan, ish berdi, biza yutib chiqdik deb o'ylayapti. Bayram qilgan bo'lishi ham mumkin dushmaningiz. Lekin adolat sizda deyapti, adolat siz tarafda deyapti. Mana dushmaningizni keyinchalik, hozir emas u, sekin ritualni olganingizdan keyin mana dushmaningiz qanaqa ahvolda yotishini ko'ryapsizmi? Sizga qilgan yomonliklari uchun hali orqasidan jazolanishini, orqasidan sizga boyagi qilichlarini ko'targan-ku. Mana qilichni ham ko'rsataman o'rtoqlar. Ko'zinglarni oldida ochaman kartlarni, xudoga shukur. Yana menga nima qilyapsanmi, o'yin qilyapsanmi yoki aldayapsanmi deb nima qilmasan, negativlar. Negativlarga bitta gapim bor. Sizlar shuncha nimalarni yozdinglar-ku. San sekin gapirasan, san unaqasan, bunaqasan. Mana qaranglar.
Bir o'zinglarni ham oynaga borib mundoq qaranglarda, bashariylarga, ayniqsa yuzinglarga, o'sha basharingizga qarangda, negativga tegishli gapim o'rtoqlar. Man kimman deb savol bering. Man mana shu folchidek bo'lolmaymanmikan? Man mana shu insondek bo'lolmaymanmi deb ham bir o'ylab so'rab ko'ring o'zingizdan. Xo'pmi? O'zinglarni manga tenglashtirmalaring, negativlar. Sizlar oldin manga o'xshab bitta fol ochib ko'rlaring. Bitta mana bu katta qo'llaringga ushlab ko'rlaring. Qani chiqib bitta YouTube kanaliga bir gapirib chiqlaring-chi. Qani sanlarniki to'g'ri chiqadimikan? Ertayam 2 kundan beri kuzatyapman-da men bularni, negativlarni. To'g'ri narsani gapirganman. Men haqiqatni gapirganman. Men har doim qo'shib chatib gapirmaganman. Har doim to'g'risini gapirib chiqqanman. Har doim to'g'ri narsani aytyapman. Negativlar ham mana, negativlar ham orqasidan yaxshilab yeyishadi mana. Yeysizlar, hali Xudo xohlasa. Menga ko'targan qilichinglar, menga orqamdan chaynaganlaring, menga san unaqasan, bunaqasan deb qilichlaringni ko'targanlaring, o'zlaringga borib urishni ham ko'rsatyapman işte mana. No, dushmaninglar ham pozitivlarga bu tegishli. Pozitivlarni dushmani negativ bo'ladi. Shuni eslaringdan chiqmasin. Pozitiv insonni dushmani negativ bo'ladi. Mana bu negativ, agar sizlar pozitivlar meni eshitayotgan bo'lsa, pozitivlar. Bu kartlarim pozitivlarga tegishli. Agar pul kanalim yopildi yoki barakam qochdi deyotgan bo'lsanglar, mana bu negativlar sizlarni ham hayotinglarda xuddi menga o'xshagan negativ insonlar bor aslida. Sizlarni ham pozitivlarni ham hayotida bir negativlar bo'ladi, har doim bo'ladi. Lekin o'sha negativ hali jazolanishni ham ko'rsatyapti. Hali jazosini yeyishni ham ko'rsatyapti. Ba'zi birlari qamoqqa tushishi ham mumkin, qamalishi ham mumkin deyapti mana. Tushunyapsizlarmi? Qilich o'nligi deganda qamoq jazosini ham bildiradi. Shuni bilib ollaring. Qamoq jazosi ham bor bularga deyapti, ba'zilariga. Qanaqadir qamoq jazosi ham kutayotganligini ko'rsatyapti ularga. Qamoq jazosi borligini aytdi. Negativlari. Negativlar ehtiyot bo'linglar. Kimnidir yo'lini yopaman deb, kimgadir dushmanlik qilaman deb hech qachon o'ylamanglar, sizlarga ham jazo tayyorlanib turganligini ko'rsatyapti. Bu Alloh tarafdan keladi. Qamalmasalaring ham kasal bo'lib, joylaringdan turolmaydigan darajada bo'lib qolishlaring mumkin. Yoki nasmir turgan joyingda yotib qolishing mumkin. Turolmaydigan darajaga borib qolishing mumkin. Negativlarga tegishli bu. Agar qilayotgan bo'lsa, kimgadir yomonlik ham qilayotgan bo'lsa, hali bular qozonida qaynatgan insonlarni aytyapman, o'sha dushmaninglarni aytyapman, sizlarni ham. Pozitivlarni dushmanini hali qamoq jazo kutayotganligi, jazolanishi, orqasidan qilishlar urilishi Alloh tarafidan bo'ladi bu narsada. Alloh tarafidan bir jazo tayyorlanganligini aytyapti. Ehtiyot bo'linglar. Jazolanadi. Xudo xohlasa, faqat ritual osinglar jazolanadi bu. Men tuda obratna qilib o'ziga qaytarib yuboraveraman. O'ziga boradi. O'rtoqlar, ritual osinglar, mana dushmaninglar konkretniy jazolanishini ko'rsatdi. Qaytarib qilganinglardan keyin, yo'linglarni ochtirganinglardan keyin, o'rtoqlar, yo'lni ochtirmasanglar, qaytarib qildirmasanglar, sizlarni pul kanalingiz ham ochilmasligi mumkin. Chunki mana bu qozonida qaynatyapti deyapti, dushmanligini qilyapti deyapti. Ko'rasizlarmi mana? Ko'rsatib ham qo'ying. Bular bayram qilyapti. Sizlar tozalatmayapsizlar, bular bayram qilyapti. Dushmaninglar. Sizlar sirazi tozalatgan paytinglar yo'linglar ochilib, o'ziga borib urishini ko'rsatyapti.
Yo'lingiz ochiladimi tozalov qilganingizdan keyin? Yo'linglar ochiladimi? Yo'linglar ochiladi o'rtoqlar. Aqlingizdagi inson ham kelishi mumkin. Aqlingizdagi inson ham sizni yoningizga qaytishi mumkin. Tuyg'usi bilan, sevgisi bilan. Yo'linglar ochilishini mana oqar suvni ko'rasizlarmi? Yo'linglar ochilishini ko'rsatyapti. Yo'linglar ochiladi. Tozalov qilsanglar. Tozalov qilasizlar, yo'linglar ochiladi. Bular bitadi deyapti. Mana dushmanlaringlar o'lim chiqdi. Dushmaninglarga o'lim chiqdi. Ko'rdinglarmi? Ba'zi dushmaninglar o'lishi ham mumkin. Konkretni sizga aytishim kerak. Konkretni o'lishi ham mumkin. Chunki kimdir o'lishi mumkin deyapti. Olamdan o'tishi ham mumkin. O'lim karti chiqqan payti judayam sizga nima deydi? Dushmanligini to'xtatmaydi-ku. Oxiri Alloh buni nima qiladi? Jonini ham olishi mumkin deyapti. Agar dushmanligini sizlarni dushmaninglar, pozitivlarni dushmanlari davom etaveradi-ku, sizlarga dushmanlik qilaveradi. Oxirida Alloh aytayaptiki, bu yerda mana agar bu deyapti to'xtatmasa bu sizlarga dushmanlik qilishini, men buni o'lim bilan bitiraman bularni deyapti. O'lim bilan bitirishim mumkin deyapti. Jonini olishim mumkin deyapti. Hayotda umuman yashatmayman men bunaqalarni deyapti mana. Kimlardir o'lishi ham mumkin. Dushmaningizdan o'ladi. Dushmaninglar o'ladi dedi. Dushmaninglar konkretni o'lishni ham ko'rsatdi. Yoki o'sha boyagi yomon ruhlar o'lishi mumkin. Ritual olganingizdan keyin, tozalatganingizdan keyin. Buni tozalov qilsanglar yomon ruhi o'lishi mumkin. Tozalov qilmasanglar dushmaningizni ichida judayam yomon qora ruh bor deyapti. Chorniy ruh bor deyapti. Ruschasiga chorniy ruhi bor deyapti. Chorniy. Qora ruh deyapti. Niyati buzuq deyapti. Buni ruhini o'ldirish kerak birinchi o'rinda. O'zini emas, ruhini. Buni ruhini qanaqa o'ldirasiz? Ritual olib, tozalab, o'ziga obratna qaytarib. Negativ narsasini. O'sha paytda o'ziga ketadi boyagi ruhlari, yomon niyatli ruhlari. Sizlar vaqtida tozalatmayapsizlar, vaqtida qaratmayapsizlar. Agar tozalatmasanglar, sizlarni o'zinglarga ziyon bo'lishi mumkin. Pozitivlarni o'ziga bir kasal bo'lib qolishinglar mumkin. Chunki sizlarga ham o'limga qilganligini bu yerda bildiryapti. Kimgadir o'limgacha ham qozonida qaynatgan deyapti. O'limga ham qilganligini aytyapti. Pozitivlarni agar mazam bo'lmayapti, kasalman desanglar, sizlarga o'limga qilganligini ham aytyapti. Maziz bo'lmayotgan sababi turolmayapman, faqat uxlayapman, joyimdan ham turolmayapman, ish ham qilolmayapman, qo'lim ishga ham bormayapti desanglar, sizlarni o'limga qilgan, turolmasam ham deb qilgan. Aslida sizlarga shu narsani qilgan-u, lekin buni obratno o'ziga qaytarsa bo'ladi. Buni o'ziga qaytaramiz. Ko'rasizmi? Tuda obratno ketadi o'ziga qilgan. O'sha sehr, jodulari, o'limlari o'ziga borib uradi. Kelgan bo'lsa, buni tozalov qilganinglardan keyin balki dushmaningiz sizdan uzr ham so'rashi mumkin deyapti. Dushmaninglar qanaqadir sizlardan kechirim so'rashi mumkin deyapti. Dushmaninglar bir eski tanishinglar bo'lishi ham mumkin deyapti. Juda ham eski, oldindan tanigan insoningiz bo'lishi mumkin. Juda ham eski tanigan tanishlaringiz, eski tanishingiz qilganligini bildiryapti bu yerda. Lekin uzr so'raydi deyapti. Qanaqadir sizga qilgan yomonliklari uchun kelib uzr so'rashi mumkin, kechirasan deyishi mumkin. Kimdir dushmani erkak kishi ham deyapti qanaqadir. Bir erkak kishi ham dushmaninglar bo'lgan ekan. Erkak kishi dushmanlik qilgan. Ham ayol kishi, ham erkak kishi dushmaninglar bor. O'rtoqlar.
Tozalatinglar, buni tozalatmasanglar kimdir olamdan ham o'tadi. Agar tozalatmasa olamdan o'tadi, konkretno o'tadi. Dushmaningiz, qarang, dushmaninglar judayam hozir afsus chekyapti, judayam o'ylayapti. Men o'zi nima qildim deb o'ylayapti. Bir o'ylab qolyapti. Ba'zi bir insonlarning bir dushmani erkak kishi ham bo'lishi mumkin. Men nima qilyapman deb ham o'ylayapti. Keyin zavidit qilayotganidan ko'yniga hech narsa sig'mayapti. Masalan, siz ko'p pul topyapsiz, bu zavidit qilib ketyapti. Ko'rolmay ketyapti. Bir erkak kishi ko'rolmay ketyapti. Zavidit qilib ketyapti bir ayol kishini pul topayotganligini mana. Qozonchlarini ko'rolmay ketyapti. Mani qozonchim deyapti, mani yutuqlarim kam deyapti. Uni yutuqlari judayam ko'p deyapti. Ko'rasizlarmi? Zavidit qilayotganligini ham ko'rsatyapti. Ko'rolmasliklar bo'lyapti deyapti. O'shaning uchun ham pullarni, omadni o'zini qo'liga kiritish uchun qo'linglardagi barakani olganligini aytdi bu yerda. Kimnidir yaxshi pul topayotgan joyda omadini olgan erkak kishi bir ayol kishini omadini o'ziniki qilgan. Ko'rasizlar? Ayol kishi bu pullarni topayotgan paytida bu qo'lga o'zi kiritgan, o'zi olgan. Ham ayol kishi, ham erkak kishi. Sizlarni omadinglarni, barakinglarni qo'linglardan olgan ekan o'rtoqlar. Vaqtida tozalatmasangiz, yana ham omadingiz ketishi mumkin. Aytibdi mana. Dishinglarga chiqyapti, tozalovni qilinglar deyapti. Yulduz karta har doim ritualni tavsiya qiladi. Yulduz karta aytadiki, shifolantir deydi, o'zingni shifolantir deydi. O'zingni shifoga och deydi o'rtoqlar. Chunki qiz hozir ritual olyapti, ko'rasizlarmi? O'zini o'zi shifolantirayotgan qiz bor. Qo'lida shifosi bor buni, qo'lida shifosi. Agar men o'zim tozalashni bilaman desanglar, o'zinglarni o'zinglar tozalab tashlaylar. Shifolantiringlar. Keyin yulduzinglar porlaydi. Keyin zvizda bo'lasiz. Keyin yuqorilarga chiqasizlar, o'rtoqlar. Bir shifolantirishga o'zinglarni ochinglar deyapti. Ko'rasizlarmi? Qo'lida shifo bor yoki qo'lida shifo bor ayol kishidan ritual olishinglar kerak. Barakasi bor, qo'lida barakasi bor, shifosi bor ayol kishidan bir shifo olishinglar ham kerak bo'ladi. Agar meni qo'limda hech qanaqa shifo yo'q, men siz aytgandek shifochi emasman, unaqa qo'limdan narsa kelmaydi, tozalashlari kelmaydi desanglar, menga murojaat qilasizlar. Men tozalash ritualini qilib beraman. Yanada yulduzingiz porlaydi, yana shansni qo'lga kiritasiz, yana o'zingizni shansingiz, omadingiz o'zingizga keladi. Ko'rdinglarmi? O'zinglarga keladi. Yana yulduzdek porlaysizlar, yana shansni qo'lga kiritasizlar deyapti. Kimlarnidir barakasini olgan mana. Dushmaninglar o'z sizlarni barakinglarni, shansinglarni olib qo'lida o'ynatib yuribdi pullarni, ko'rasizlarmi? Sizlarni barakinglar boshqa insonlarga o'tib ketgan. Ayol kishi ham, erkak kishi ham qo'lingizdan barakani olgan deyapti. Buni faqatgina tozalatsanglar, yana eskidek shansingizni, omadingizni qo'lga kiritasiz. Yana yutuqlaringizni qo'lga kiritasiz. Yana daraxtlaringizda mevalar, pulli mevalar berishini ko'rsatyapti. Pullar o'zi keyin boshingizdan ham yog'ilishi mumkin. Shifoga ochinglar. O'rtoqlar, shifoga ochinglar. Yaxshi ko'rgan insoningiz ham sizga qaytadi. Mana. Ritualni olgan insonni yo'li ochiladi. Balki yaxshi ko'rgan insoningiz sizdan sovib ketgan bo'lsa, agar unga alohida qildirasizlar. Masalan, yaxshi ko'rgan insonim mendan ketdi, sovib ketdi desanglar, unga ritual olasizlar. Ritualni olganinglardan keyin yaxshi ko'rgan insoningiz qaytadi, yo'llaringiz ochiladi. Bunga alohida, ish yo'llarimga alohida deysizlar o'rtoqlar. Hammasi alohida. Ish yo'lingizga alohida, pul kanalingizga alohida.
rituallar qilinadi. Agar murojaat qilsanglar, WhatsApp, Telegram nomerimni yozib olinglar. 91-316-1050 WhatsApp, Telegram nomerim. O'zinglarni shifoga ochsanglar, yo'linglar ochiladi. O'rtoqlar, yo'linglar ochiladi. Ritual olishinglarni tavsiya qilaman, o'rtoqlar. Ritual yo'lni faqatgina tozalov bilan ochasizlar. Pul kanalingizni, baraka yo'lingizni ritual bilan ochasiz. Boshqa turli ocholmaysizlar. Tezroq yo'linglarni ochtirsanglar, tezroq barakanglar oshadi. Yana barakangizni qo'lga kiritasiz. Chunki sizlarni barakanglar boshqa insonlarga, boshqa ish o'rtoqliklar bo'lgan bo'lsa, ish o'rtog'ingizga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki sizga kelayotgan ish boshqa o'rtog'ingiz sizni ishingizni tortib olgan bo'lishi ham mumkin. O'shanga o'tib ketganligini aytyapti. Barakangiz ham, ba'zi birlarni barakasi ham, ishi ham chorniy magiyadan. Qozonda qaynatganligini ko'rdinglar, o'zinglar ko'ryapsizlar. Kartani o'zi ham явный qilib sizlarga chiqarib berdi. Tozalatishinglarni tavsiya qilaman. Agar tozalatmoqchi bo'lsangiz, murojaat qilasiz. Ritual olaman deb murojaat qilinglar. Masalan, nima uchun ritual olmoqchisiz, uni ham yozasiz. WhatsAppdan, Telegramdan yozasizlar. Pul kanalimni ochtirishim kerak, baraka yo'llarimni ochtirishim kerak, ish yo'llarimni ochtirishim kerak deb yozsanglar, unga alohida qaraymiz. Agar aqlimdagi inson qaytishini ritual qildirmoqchiman. Ritual degani tozalash degani, masalan, chistка degani, tushundinglarmi? Nomini ritual deyiladi. Boyagi chistkani tozalashni, chorniy magiyalardan tozalovlarni ritual deyishadi, o'rtoqlar. Nomi ritual bularni, tushundinglarmi? Xohlasangiz ritual emas, chistka, tozalash qildirmoqchiman, yo'limni ochtirmoqchiman ham deb yozsanglar ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Prosta nomini shunaqa ritual deb qo'yganman. Agar alohida qaratmoqchi bo'lsanglar, nima qilinglar, o'rtoqlar? Tozalash rituallarini olinglar vaqtida. Chunki kimlarnidir hozir barakasi ham ketgan. Aqlingizdagi kishini ham gapirib o'taman, o'rtoqlar. Qanaqadir kimlardir aqlimdagi insonni ham gapiring degandek his qildirdi, o'rtoqlar. Aqlingizdagi kishini yuragidagi gaplari sizga nima demoqchi bo'lar ekan hozir? Sizlarga aytmoqchi bo'lar ekanki, kelasanmi bilmayman-u, lekin o'zimni yaxshi his qilmayapman, deyapti. O'zini yaxshi his qilmayotgan ekan, o'rtoqlar. Kelasanmi bilmayman-u, lekin san kel, deyapti.
o'zimni yaxshi his qilmayapman, sansiz demoqchi bo'ladi. Sizlarsiz yaxshi his qilmayotgan bo'lishi mumkin aqlinglardagi kishini yurakdagi gaplari. Seni sevaman deyapti, qanaqadir sizlarni sevishini, yaxshi ko'rishini aytyapti bu yerda. Yana yurakdan nima demoqchi bo'ladi? Qanaqadir aqlinglardagi kishini judayam qizg'angan bo'lishinglar mumkin, judayam rashk qilgan bo'lishinglar mumkin. Balki rashk qilayotganliginglar yoqmagan bo'lishi mumkin aqlinglardagi kishiga. Uzoqlashganman desanglar, aqlinglardagi kishini judayam rashk qilganinglardan sizlardan uzoqlashgan bo'lishi mumkin. Sizlarsiz judayam xafaligini aytyapti. Hozir judayam xafaman deyapti. Judayam xafaligini bildiryapti. Tushlarimda seni har doim ko'raman deyapti. Tushlarida sizlarni har doim ko'rishini aytyapti. O'zingni mendan uzoqlashtirmagin deyapti. Uzoqlashtirmagin deyapti. Sizlar aqlinglardagi kishidan o'zinglarni uzoqlashtirishinglar kerak emas ekan. Sen bilan jiddiy tushunyapman hamma narsani deyapti. Hech kimga osonlikcha ishonmayman deyapti. Ishonolmayman, osonlikcha hech kimga ishonolmayman deyapti. Hech kimga ishonmasligini bildiryapti bu yerda. Balki sizlarga ishonishi mumkin. O'tmishiga qanaqadir siqishib qolganligini aytyapti. O'tmishimga siqishib qoldim deyapti. Yangiga nimasini ocholmayapti, eshigini ocholmayapti. Yangilikka eshigini ocholmayotganligi, o'tmishda qolib ketganligini ko'proq aytyapti. Yangi boshlang'ichlar yoki yangi hayot boshlolmayapman deyapti. Mani hayolim o'tmishda demoqchi bo'lar ekan o'rtoqlar. O'tmishida yomon narsalar yashagan bo'lishi mumkin. O'tmishida qanaqadir balki o'tmishida xiyonatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham yangiga eshikka ocholmayapman deyapti. Endi o'tmishida kim biladi nimalar yashagan aqlinglardagi kishini bu yuragidagi gaplari o'rtoqlar. O'zinglarga alohida qaratmoqchi bo'lsanglar, WhatsApp, Telegram nomerimni yozib olinglar. 91 316 10 50. Постоянный profilli ichida mani nomerim bo'ladi. Qidirayotgan bo'lsanglar, agar eshitolmay qolgan bo'lsanglar, murojaat qilsanglar, faqat WhatsAppdan, Telegramdan murojaat qilinglar o'rtoqlar. Chunki telefon qilgan paytinglar ko'tara olmasligim mumkin, javob bera olmasligim mumkin. WhatsApp, Telegram ochinglar. Agar WhatsAppim, Telegramim yo'q desanglar, ochinglar. WhatsApp ham ochish oson, Telegram ham ochish oson, qiyin emas o'rtoqlar. Chunki sizlarga
ritual qilib berayotgan paytimda WhatsAppdan, Telegramdan videosini tashlab beraman sizlarga. Onlayndan qaraymiz. Adres berilmaydi, faqat onlayn orqali WhatsApp, Telegramdan sizga video qilib tayyorlab beraman. Otingizga, ismingizga, o'rtoqlar. Agar tarot fol qaratmoqchi bo'lsanglar, tarot fol qarataman deb aytinglar. Ritual olmoqchi bo'lsangiz, ritual desangiz, ish yo'lingizdami yoki baxt yo'lingizdami, balki aqlingizdagi insonni chaqirtirmoqchimisiz, yana aqlingizdagi insonni sevgisini uyg'ontirmoqchimisiz, sizga bo'lgan sevgisini masalan unutib ketganmisiz, sovib ketganmisa, ularni tozalatsa bo'ladi. Masalan, chorniy magiya tozalash kerak bo'lsa, chorniy magiyalarni ham duolar bilan tozalaymiz, zikr etib tozalaymiz. Chorniy magiyalarni o'rtoqlar oldindan aytib qo'ying. O'zingizni alohida otingizga o'qib, videosini tayyorlab tashlab beraman. Allohga omonat bo'ling. Like berishi, obuna bo'lishi, yaxshi tarafini oldim, qabul etdim deb kommentariyaga yozishni esinglardan chiqarmanglar. Yaxshi tarafi sizlarga ketsin. Sizlarga shifoli bo'lsin. Yana ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Bay bay. Yana bitta gapim bor edi o'rtoqlar. Agar sizlar tarotni ko'rib bo'lgan bo'lsanglar, masalan sizlar tarotni ko'rib bo'ldinglar, hozir tarot ochilmaydi, уже yopildi tarotlar. O'zinglarga alohida qaratmoqchi bo'lsanglar, WhatsAppdan, Telegramdan sizlar murojaat qilaverasizlar. Mana shu yerda 2 og'iz hozir gapim bor, faqat gapiraman. Kart qarashim tugadi, endi gapirish kerak o'rtoqlar. Men gapirmasam turolmayman, bilasizlar. Ba'zi negativlar to'g'risida gapiraman. Agar eshitginglar kelmasa bemalol уже chiqib ketaversanglar bo'ladi kanaldan yoki ishingizni qilaversangiz bo'ladi. Chunki men negativlar meni eshitishni juda ham yaxshi ko'radi. Eshitib qo'ysin o'sha negativlar. O'shalarga tegishli gapim. Hozirgi gapiradigan gapim faqat negativlarga tegishli. Pozitivlar o'zinglarga olmanglar mening gapimni. Agar siz pozitiv bo'lib qolsangiz, siz pozitiv inson bo'lsangiz, har doim pozitiv bo'lib qolavering. Negativlar tarotlarni ko'ryapman, qarayapman. Unaqa cho'zilib ham ketmayapti. Vaqti kelgan paytida cho'zilishi mumkin. Sekin qarashimiz mumkin. Meni shoshilayotgan joyim yo'q o'rtoqlar. Men shoshiladigan agar ishim shoshilinch ishlarim bo'lsa, tez qarayman. Agar shoshilinch ishlarim bo'lmasa, shundoq ham bemalol o'tirib qaraveraman bu yerda. Bu meni qarashim. Bu meni ishim. Meni ishimga hech kim xo'jayinchilik qila olmaydi bu yerda. Shoshilib u tarotni ko'rgan bilan, shoshilib gapirgan bilan, tez gapirgan bilan qulog'ingizga gap kirmay qolishi mumkin o'rtoqlar. O'shaning uchun ham men dona qilib sekin, ba'zan sekin olib boraman. To'g'ri, lekin uni tushuntirib borishim kerak bo'ladi o'rtoqlar. Keyin o'zbekcha bilan turkchani tarjimon qilish oson narsa emas. Shuni bilib olinglar. Tarjimon qilish oson emas buni. O'zbekchasiga tarjimon qilish oson emas. Men turkchani o'zim o'rganganman. Men hech qanaqa dars olganim yo'q. Meni Allohga shukr, aql bergan menga. Alloh shunaqa talant bergan, qobiliyat bergan. Men turkcha gapirishni ham hech qanaqa dars olmasdan o'zim kallam bilan shu turkchani o'qishni ham o'zim o'rganganman. O'zim o'rganganman o'rtoqlar. Men alohida o'qishga ketib, o'qib turkchani menga nima qilib hech qanaqa turkchani o'qitish nimasi bo'lmagan. Men darsni olmaganman. Darsi o'zim o'rganganman. Tushunasizlarmi? Turkchani o'qishni o'zim o'rganganman. Tushunasizlarmi? Gapni nima ma'nosini? Alloh shunaqa talant bergan.
qani sizlar ham qo'linglardan kelsa o'sha negativlar turkchani bitta sekingina bo'lsa ham o'qib bera olishsa ham qo'linglardan keladimi? Sizlar zo'r ekansizlar. 40tasimi, 50tasimi san sekin o'qiysan, san sekin nima qilasan, san vaqting o'tib ketyapti va 2 daqiqang o'tdi, 5 daqiqang o'tdi deb yozyapsizlar-ku. Man sizlarga o'xshab agar sizlar o'qigan bo'lsanglar, man sizlarga o'qimasdan o'rgangan insonman man turkchani. Tushundinglarmi? O'qishni ham darsini olmasdan o'rganganman. Lekin точно aniq qilib o'qib beraman. Kerak bo'lsa, tarjimon ham qilib beraman. Menga shunaqa Alloh talant bergan. Eshitdinglarmi? O'sha sekin o'qiyotgan bo'lsam ham yoki sekin nima qilayotgan bo'lsam ham uni o'zbekchasiga tarjimon qilishi oson narsa emas. Borib kollejida o'qiysizmi, institutida o'qiysizmi, baribirga ham ertaga sizlarni ham agar turkchani gapirmay ketsanglar, sizlar ham qiynalib qolasizlar. Qiynalib qolasizlar, o'shani o'qishiga ham qiynalib qolasizlar. To'xtatib qo'ysanglar gapirishlarni. Men hali ham O'zbekistonda yashayapman. Mana 2 yil bo'ldi O'zbekistonda yashayotganimga. Mana uyimdagilar ham qoyil qoladi. Hali ham esingdan chiqarmayapsan shu turkchani gapirishni deyapti. Turkiyadagi o'rtoqlarim bilan oyda bir marta gaplashib qolsam gaplashaman. Ularga ham qiynalib ketaman gapirishga. Tushunyapsizmi? Agar gapirmay ketsanglar, mana men degan любой bor-ku, любой esidan chiqaradi. Qiynalib qoladi, esidan chiqaradi. Men hali ham esimdan chiqarmaslikka harakat qilib, sizlarga aniq dona bo'lib, aniq qilib tushuntirib beray deb o'shani sekinlashtirib, yaxshilab o'rganib sizlarga aytibman o'sha narsani. O'qib, tarjimonini aytibman, ma'nosini aytibman. Bitta tezda o'qib bergan bilan siz nimani tushunasiz? Bu yoqdagi narsani o'qib bergan bilan siz hayotda tushunmaysiz. Tushundinglarmi? Senlar hayotda tushunmaysanlar, negativlar. Buni shunda o'qib bergan bilan buni tushunmaysizlar. Buni ma'nosini keltirib berishim kerak senlarga, o'sha negativlarga. Tushundilaringmi? O'sha ma'nosini keltirib berish kerak, bu yoqdagi yozilgan ma'nosini. Masalanda tushunyapsizmi? Ma'nosini keltirib berish kerak-ku, bitta karta olib turib yoki o'sha karta tushgan nimasini tarjimon qilib aytib berish kerak. Bitta boshqa turkchani yaxshi tushunadigan insonlar bo'lsa, kartani shunda ko'rsataman, o'zi o'qib olaveradi. Mana turkchani zo'r tushunar ekansiz, siz o'qib olib tushunib olavering shu yerda nima yozilayotgan bo'lsa. Mana men gapirmayman. Mana lekin sizdan boshqa, masalan, sizlardan boshqa turkchani juda ham biladigan umnitsalar bor-ku. Sizlardan boshqa insonlar, o'zbeklar tushunmaydiganlar, nima deb yozilganini ham tushunmaydiganlarga men uni ma'nosini keltirib tarjimon qilib berishim kerak. O'sha paytda qiynalib ketaman tarjimon qilib berishga ham. Tushunyapsizmi? Turkchani o'qigan paytingiz o'zbekcha ham esingizdan chiqib qoladi. O'zbekcha esingizdan chiqadi. Bu insonni agar siz faqat turkcha gapiraversangiz, o'zbekcha gaplarni esingizdan chiqarib ketasiz, unutib yuborasiz, qiynalib qolasiz. O'zbekchasini tarjimon qilib berishga ham kerak bo'lsa. Negativlar o'qimagan. Aslida sizlar o'qimagansizlar. Sizlarni sal o'sha aqlinglar pastlik qilyapti-da. Menga o'zinglarcha aqllilik qilyapsizlar. U negativlar ne только bu nima deyotganligini, даже kartada nima ma'noni chiqarib berish kerakligini o'zi bilmaydi. Lekin antiga o'tirib olib, san sekin olib borasan, san bunaqa qilasan deb yozishni bilar ekansizlar faqatgina. Juda ham umniy odam ekansizlar.
birovga negativ narsalar yozishdan to'xtinglar. Agar to'xtamasanglar borku, ertaga o'zingizga o'xshagan o'shanaqa negativ inson chiqadi baribir qarshingizga. Chiqadi. Esingizdan chiqmasin. Kimga yomonlik qilyapsiz, o'zingizga aylanadi. Kelib o'zingizga uradi. Tushundinglarmi? Men lekin tarjimon nimasida ham, turkchani o'qishida ham men o'zim o'rgangan insonman. Menga Alloh talant bergan. Tushundilaringmi? Sekin o'qisam ham, sekin o'shani tushuntirib borsam ham, Alloh menga shuni o'rgatib qo'yibdi. Shunaqa talant berib qo'yibdi. Sizlar juda ham tez olib borar ekansizlar. Soatidan ham nimasigacha nima qilar ekansizlar. Sizlar vashi zo'r o'qigan ekansizlar. Sizlarga umuman gap yo'q ekan. Qani sizlar ham chiqarib qo'yinglar-chi, mana shunaqa bitta tarov kanal ochib, sizlar ham bir mahoratinglarni ko'rsatinglar. Talantinglarni ko'rsatinglar. Nimaga aql o'rgatyapsizlar o'tirib? O'zi qo'llaringdan hech narsa kelmaydi, faqatgina yozib odam asabiga o'ynayapsanlar-da. Negativ narsalaringni yozib. Xudoga men solib qo'ygan masalalar bor-ku, negativlar. Xudoga har doim so'raman. Har o'tirganimda ham, turganimda ham, namoz qilsam ham Xudodan so'rayapman masalalar bor-ku, shunda jazoinglarni yeyishlaringni so'rayapman men. Allohdan yana ham so'rayman. Sizlar yozaverlaring. Senlar umniy ekansanlar, yoz, yaxshilab yoz. Men Xudodan joy namozdadan yaqinda ziyoratga boraman. O'sha yerda ham borib sizlarni Xudoga solib kelaman. Tushunyapsizlarmi? Sizlar qarg'ish olasizlar. Sizlar o'zinglarga yomon narsani olasizlar, chaqiryapsizlar, davay ke deyapsizlar. Tushunarlingmi? O'zlaring chaqiryapsizlar. Senlar yozaverlaring, mengacha hech qanaqa foydasi yo'q. Senlar negativ yozganlaringdan, o'zingcha aql o'rgatganingdan. Xudoga shukr, meni aqlim sanikidan ham umniy. Meni aqlim sanikidan ham zo'r ishlaydi kerak bo'lsa. Shu negativdan ham zo'r ishlaydi. Tushunarlingmi? Men turkchani o'zim o'rganganman. Men hech qanaqa menga ustoz ham o'rgatmagan turkchani. O'qishni ham o'zim o'rganganman. Yozishni ham o'zim o'rganganman. Tushundilaringmi? Eshitdilaringmi? Aqlim mengacha ustoz kerak emas. Menga ustoz kerak emas, meni o'zimning aqlim bor. Alloh tarafidan berilgan aql bor. Miyam sanikidan zo'r ishlaydi. Sekin olib boramanmi, tez olib boramanmi? Vaqti kelsa undan ham tez olib borishim mumkin. Lekin sekin olib borishni ham o'zini sabablari bor. Tushundilaringmi? Kartlar yerda ko'proq ochilgan. Har bitta ma'nosini donalab tushuntirib borishim kerak. Tushundilaringmi? Sekin olib borishni nimasi bu? Qo'llaringdan hech narsa kelmaydi, u yerda o'tirib olib, birovni chaynab o'tirganlaringcha borib chiqib ishlalaring. Bor. Qo'lingdan kelsa mana shu kartni olginda bitta YouTube kanal ochib, sen zo'r tez o'qiyotgansan yoki tez aytib berar ekansan. Kanalni ochganda tez aytgin insonlarga. Sen zo'r ekansan-ku, mendan umnitsi ekansan-ku. Qilib qo'y shu ishni. Nima qila olmayapsan? Nimaga senga Alloh shu narsani bermadi? Nimaga senga o'zingga shu narsani talantni bermadi? Aql o'rgatasan yerda o'tirib. Yana targ'ibchiga aql o'rgatyapti. Nima qilish kerakligini. Negativlar Xudodan shunda toplaring. Allohga solib qo'yganman senlarni. Hali ham solaman, yana ham solaman Allohga. Senlar yozaverlaring, qo'limga gapirlaring, barmog'imga gapirlaring, tirnog'imga gapirlaring. Gapiraverlaring. Foydasi yo'q. O'zingni shunaqa barmog'ing yo'q, chunki senda barmoq yo'q. Balki qo'llaring, balki barmog'ing ham xuniydir, chirkindir. To'g'rimi? Senda bormi shunaqa barmoq, tirnoq bormi? Ha?
Sanda bormi? Sani qobiliyating bormi? Tiqillatasan deb ham yozib yotsanda, kecha ham anaqa tiqillatayotsan. Qo'lingdan keladimi shunaqa tiqillatish? Och kanal. Kanalingni ochganda tiqillatasanmi, fol qaraysanmi? O'zing qil shu ishni. Sani asabing buzilayotgan bo'lsa, u sani asabing, u sani ko'rolmasliging, iching qoraligi, iching qora bo'lganligi uchun mani barmog'im tiqillatgani bilan sani asabing buzilayotgan bo'lsa, u sani iching qora. Sen mani barmoqlarimni ko'rib zavidit qilyapsan, ko'rolmasdan ketyapsan. Qo'lingdan shunaqa narsa ham kelmaydi, tiqillatish ham kelmaydi. Senga Alloh unaqa qobiliyat bermagan. Alloh balki sendan yuz o'girgandir. O'shaning uchun ham ko'rolmayotgan bo'lishing mumkin. Mani barmoqlarimni, tiqillatishlarimni. Kecha negativ yozib yuboribdi-da. Barmog'ingni tiqillatyapsan, asabim buzilyapti. Asabingga bor-ku, asabingga. Sani asabingga bor-ku o'sha. Chirib ketsin asabing bor-u, chirib tagidan chirisin bor-u shu asabing. Balki chirigan bo'lishi ham mumkin tagidan. Bir doktorga borib tekshirtirgan, o'shaning uchun ham asabing buzilayotgan bo'lishi mumkin. Mani barmoqlarimni tiqillatishlarini eshitib ko'rasan. Xudo bergan buni Xudo beribdi, Alloh menga beribdi. Chiroyi ham beribdi, nejniligi ham beribdi. Bu mani Allohni sevganligi belgisi. Ko'rasan, Alloh meni sevibdi, yaxshi ko'ribdi. Alloh har doim meni yaxshi ko'rgan, har doim meni sevadi. Meni panohida asrab yuradi, tushunarlingmi? O'sha negativlar. Men Allohni panohida yuraman, bunda panohida yuraman. Tushunarlingmi? Ichimga malakam solib qo'ygan. Meni malaklar boshqaradi. Bu barmoqlarimni tiqillatishim buni malaklar tiqillatyapti. Men o'zim tiqillatmayman, shuni ham bilib olgin. Meni ichimdagi chiroyli malaklarim bor. O'sha malagim meni o'sha tiqillatadimi, fol qaraydimi, sekin qaraydimi, u qarayapti. Tushundingmi? Negativ, Xudo urgan negativ yana dal uradi. Agar pozitiv bo'lib turib, o'sha negativlarga qo'shilsanglar, yaqinda negativlar nima bo'lishini o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Sizlar ham o'shalar bilan pramoy narigi dunyoga ketasizlar. Chunki o'lim nimasi ochilganligini ham ko'rsatdi. Ochiladi ham даже ular uchun. Уже bitadi, tugaydi ular. O'sha negativlar. Hali. Agar pozitiv bo'lib turib, negativ tarafga o'tib olsanglar, balki sizlarning ham ishinglar orqaga ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun birovga yomonlik qilmanglar o'rtoqlar. Birovga yomonlik qilish yomon bu. Ertaga o'ziga borib uradi. Urishni ham ko'rsatdi-yu, negativlari ertaga orqadan qilichni yeyishni ko'rsatdi. Tushundinglarmi? Birovga yomonlik qilmanglar. Sizlarga ham o'zinglarga o'xshagan negativ insonlar chiqaveradi. Agar negativ bo'lsanglar, o'zinglarga o'xshagan negativlar chiqaveradi. Sizlar mendan yaxshi gap eshitmoqchi bo'lsanglar, menga yomon narsa yozmanglar. Aytasizlar-ku, siz bunaqa deysiz. Sizlar yomon narsalar yozganinglardan keyin, barmog'imni gapirganidan keyin, tirnog'imni gapirganidan keyin, hamma narsamni gapirib chiqqanidan keyin, bu negativlar yozaverganidan keyin, men ham o'ziga tuda obratno o'sha negativ narsalarni obratno gapirib jo'natyapman. Nima qilishim kerak? O'zlari xohlayapti. Xudodan topsin, baribir ham Alloh ertaga baribir ham ularni jazosini berishi men juda ham yaxshi bilib turibman. Ehtiyot bo'linglar. Nima yozibsanlar, ertaga o'zlaringga ham o'sha narsa boradi. Tushunarlingmi? Pozitivlarni Alloh
panohiga topshiraman. Alloh har doim panohida asrasin pozitivlarni. Alloh har doim sizlardan rozi bo'lsin. Sizlarni pozitivlarni barakasiga baraka qo'shilsin. Negativlardan olib pozitivlarga bersin deb Xudodan so'rayman. Negativlardan olsin u barakasini pozitivlarga bersin. Menga like berganlarga bersin. Menga obuna bo'lganlarga barakasini yog'dirib bersin. Allohim, Allohdan shuni so'rayman. O'zini yaxshi niyati, tilaklarida bo'lgan, kommentariyaga yaxshi tilaklarini yozgan, niyatini yozgan insonlarga barakasini bersin. Yanada baraka bersin Alloh deb so'rayman. Tushuninglarmi? Mana so'radim ham даже. Pozitivlarga Alloh boshidan barakalar yog'dirsin, pozitiv insonlarga. Menga like berganlarga, obunachilarimga. Faqat pozitivlarga, unaqa negativ yozganlarga, negativlarga, nabarot negativlardan oladi Xudo, oladi. Pozitivga beradi. Shuni esinglardan chiqmasin. Agar negativ bo'lginglar kelsa, barakam qochsin desanglar, yozaverlaring. Menga farqi yo'q. Sizlarda baraka nima qilsin, baraka nima qilsin. Sizlar negativ insonsizlar. Nimaga sizlarni biringlar ikki bo'lmaydi? Negativlarni ichinglar qora. Ichinglar qora. Tozalatinglar uni, tozalatinglar. Tozalatmasanglar shunaqa birovni barmog'ini ko'ra olmaysizlar, zavidit qilasizlar barmog'ini, barmoqlariga uni tiqillatishini, barmog'ini tiqillatishi sizlarni asabiylarni buzadi. Nimaga? Iching qorasan. O'shaning uchun asabing buzilyapti. Iching toza bo'lganida, qalbing toza bo'lganida uni barmog'ini tiqillatishi ham, senga yo'l ko'rsatishi ham yoqardi. Nimaga yoqmayapti senga? Sani o'zingda nimadir bor. Shaytoningni tozalatgin. Ichingdagi shaytoning u sani. Mani bu yerda hech kimga gunohim yo'q, men hech kimni nima qilib chiqayotganim yo'q. Mani tirnog'im ham, qo'llarim ham Xudoga shukr, Alloh qo'limni shunaqa qimillatyapti. Alloh qimillatyapti. Alloh nima qilyapti? Tushundilaringmi? Pozitivlar Allohga omonat bo'linglar, negativlar Xudoga soldim men ularni. Xudoga soldim. Xudodan toplaring. Inshaalloh toplaring. Mani barmoqlarim shunaqa tiqillab turgan bo'lsa, senlarni barmog'ing ishlamay qolsin. Ishlamay qolsin barmoqlaring. Men Xudodan shuni so'rashga majbur qildi kecha. Yozaverdi. Mana o'sha kecha yozgan insonga, o'sha inson emas, ayol kishi bo'lib turib, sen ayol kishi bo'lib turib, ayol kishini zavidit qilyapsan sen, negativ. Zavidit qilyapsan. Alloh qahriga uchragin inshaalloh. Borku? O'sha yozgan iflosga gapiryapman, chunki o'zi biladi u o'zini kimligini. Xudodan topadi ham. Bugun juda ham yomon qaqshatdi. O'sha barmog'ingni tiqillatding, asabimni buzding, sani barmog'ing unaqa, sani barmog'ing bunaqa, tirnog'ing bunaqa. Xudo bermabdi senga значит. Sen shuni ham qila olmayapsan. Sani Xudo uribdi, sen shuni ham qila olmayapsan. Balki senda shunaqa ham tavba qildim. Mani barmog'im sani nima asabingni buzadi? Sen kasalsan, sen doktorga bor birinchi o'rinda. Tushundingmi? Mani barmog'imni yozavermasdan. Allohdan so'ra. Alloh menga ham shunaqa barmoqlarni bersin-da. Menga ham shunaqa qo'l bersin-da. Menga ham shunaqa shifochi qo'l bersin-da. Mani qo'llarim shifochi, tushundingmi? Sen mani qo'limda ham bo'la olmaysan sen. Eshitding? Negativ. Bu yozib yuborgan, kecha yozgan negativga tegishli o'zi biladi o'sha. Har doim kanalga kirib foydalanadi, lekin negativ narsa yozadi. Foydalanadi, negativ narsalar yozadi. Nima ekanmish? Sizni yaxshi ko'ramiz, lekin siz sekin gapirasiz, bunaqa shaytonsan sen. Mani gapirishim yoqmayotgan bo'lsa, sen shayton bo'libsan, shaytonga aylangansanlar. Uje sen shaytonga aylanib bo'lgansanlar. Senlarni uflasa ham, suflasa ham, senlarni tozalov qilsa ham foydasi yo'q. Uje shayton bo'lgansanlar. Senlar insonlikdan chiqib,
insonligingni shaytonga sotgansan. Negativlar shunaqa bo'ladi o'zi. Bular negativlar. O'zini insonligini shaytonga sotgan insonlar bular. Negativ shunaqa inson. O'shaning uchun nima uchun men har doim aytaman pozitivlarga. Pozitiv bo'linglar davoman. Nimaga? O'zinglarni, ruhinglarni agar negativ bo'lsanglar, shaytonga sotgan bo'lasizlar. Esinglardan chiqmasin. Odamliginglarni shaytonga sotdinglar. Shaytonga o'zinglarni topshirdinglar. Bular hamma negativlar shaytonga o'zini topshirib bo'lgan. Odamligini, insonligini topshirgan, shaytonga topshirgan. O'shaning uchun bular negativ yozaveradi. Birovni gapi yoqmaydi, san sekin gapirasan deydi, qo'ling bunaqa deydi, tirnog'ing bunaqa deydi. Tirnog'ini gapiradi, bu yog'ini gapiradi, bu yog'ini gapiradi, lekin kanalga kirib o'tiradi, foydalanadi. Foydalanyapsan. Xudo seni ko'rib o'tiribdi. Ertaga jazoingni olasan, sen foydalangan narsangga san tupursin agar. Bular o'sha negativlar yegan narsasiga tupurgan ifloslar bular. Alloh bergan ne'matiga tupurgan iflos insonlar. Sanlar, negativlar. Alloh sanlarga tupursin. Tushunarlimi? Xudodan toplaring sanlar. Negativlarga tegishli pozitivlar. Agar ruhinglarni shaytonga topshirmoqchi bo'lsanglar, mana bu negativlarga o'xshab pozitivlar. Shaytonga aylanmoqchi bo'lsanglar, xohlaganinglarcha ruhinglarni o'sha shaytoniy negativ insonlarga o'xshatmoqchi bo'lsanglar, yozaveringlar. Yomon narsa yozinglar, ko'p gapirasan deyglar. Tashakkur bildirmanglar. Like ham bosmanglar. Ruhinglarni sizlar chunki shaytonga sotib bo'lding degani. Sen sotib bo'lding, o'sha narsani qildingmi? Sen shaytonga ruhingni sotding degan narsa bu. Shuni miyalaringga quyib ollaring, hammang. Tushunarlimi? Pozitivlarni men baribirga ham Allohga omonat qilaman. Alloh panohida asrasin. Pozitiv bo'lib qolinglar. Ularga o'xshab shaytonga ruhinglarni sotvormanglar. Ular iymondan chiqqanlar, vijdondan chiqqan maxluqlar ular. Ochig'ini ayting. Negativlar bular. Yana ko'rishguncha, agar negativ narsalar yozsalaring, ruhlaringni shaytonga almashtirgan bo'lasanlar. Sotgan bo'lasanlar. Shuni bilib ollaring, qulog'ingga quyib ollaring. Allohga omonat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, pozitivlar.